Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qushg'oy qishlog'idamiz. Sotuvda ikki bosh buzog'imiz bor. Shular haqida ma'lumot beramiz. Birinchisiga Angus, ikkinchisiga Greenford. Greenfordimiz hali yoshga yetmagan. Ko'pchilik sifati o'ta zo'r, a'lo darajada. Ko'rib bahona berasizlar. Bo'ylari keladigan bo'lsa 1.35 plus minus. Qo'shni o'lchangani yo'q. Yeb ichishi, sog'ligi o'ta zo'r. Bu yoqda Angusimiz. Angusimiz ham yoshiga yetmagan, kurashlari yo'q, hali buzoq. Angus ham o'ta yuztalik variantda. Orqa oldi ko'rinishlari. Ustilarini bir qator qo'yamiz. Yelka nima deyapti? Yelka. Buni yelkasi nima deyapti? Greenfordimiz yelkasi. Oldidan bir qator kallalarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana ko'rinishi. Old tomondan ko'rinishi. Ekranda nomerlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'yilgan nomerda WhatsApp, Telegram bor. Mana dehqonchilik.